Mana bu kinoni ko'rmagan bo'lsanglar, srochni ko'rishinglarni tavsiya qilaman. Kinoni shu darajada zo'r ishlab qo'yishibdi. Oxirgi mahal qachon bunaqa shedevr kino ko'rganim to'g'risi gapni eslolmayman. Kinoni ko'rish jarayonida ba'zi bir aktyorlarni urib o'ltirib qo'ygilar keladi. Ba'zi bir aktyorlarga rahmiylar kelganidan ko'zinglar yoshlanishiga sabab bo'ladi. Hattoki men o'zim bu kinoni ko'rish jarayonida asabiylashganimdan telefonni devorga otib sindirib yuborishimga ozgina qoldi. Chunki kinoni shu darajada ishonarli maromiga yetkazib o'ynab qo'yishibdi. To'g'risi, so'z bilan tasvirlab berishga tilim ojizlik qiladi. Haqiqatdan kinoni shu darajada zo'r ishlashibdi. Hargi o'zbek o'zbekni ko'ra olmasligi, o'zbek o'zbekni yedirib ketgani, kidayt qilib ketgani, bu haqida biz bu hayotimizda ko'rib kelyapmiz. Lekin bu kinoda shu darajada tushunarli, ishonarli, zo'r qilib tushuntirib berishibdi. To'g'risi men tan berib yordim. Chunki oxirgi mahal o'zbek filmida bunaqa shedevr kino ko'rish problema bo'lib qolgan. 1 yil, 2 yilda bitta, ikkita chiqib qolsa chiqib qolyapti, lekin deyarli bunaqa kinolar ko'rmayapmiz. Shuning uchun обязательно bu kinoni ko'ringlar.